Assalomu alaykum, Amirxon kanalining ashaddiy muxlislari. Aka-ukalar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobilimiz sotiladi. Manzil Andijon viloyati Asaka tumanida. Aka-ukalar, qisqacha ma'lumot berib o'taman. Qolgan ma'lumotni egasidan telefon qilib so'rab olaverasizlar. Xo'p, avtomobilimiz Spark avtomobili. Pozitsiyasi 2-pozitsiya. Yurgan holati 348 ming holatda yurgan aka-ukalar. Toza o'zini yurgan holatdagi kilometri. Mana orqa ko'rinishlari. Xo'p, kraskasiga kelsak, ikkita joyda kraska bor deb aytishdi. Ikki qarich, bir qarichdan ekan, xullas ikkita ekan. Bir qarichdan ikkita joyda bor ekan aka-ukalar. Xo'p, yurgan holatini aytdik. Mana ichki ko'rinishlari aka-ukalar. Mana aka-ukalar. Endi qisqacha ko'rsatib o'tyapman. Yoqsa, xudo xolasa kelib, ko'rib, mashinani ustida gaplashaverasizlar aka-ukalar. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Hozir orqalarini ham ko'rsatib o'taman. Mana orqa ko'rinishlari. Mashinaning metan gazlari bor ekan. Mana ular knopkali. 2-pozitsiya. Hozir agar orqasi ochiq bo'lsa, orqasini ham ko'rsataman. Mana aka-ukalar, orqa holati. Gaz balon. Motorini ham ko'rsatib o'taman. Mana aka-ukalar, motor holati. Aka-ukalar, mashinaning egasining nomerini aytaman. 90 kodi bilan 206 0200. Yana qaytarib o'taman. 90 kodi bilan 206 0200. Mana holat.